Esinglarda bo'lsa agar 2 xonali ikkinchi etajni 39.900 ga chiqargan edik. Qimmat, bunay deb obunachilar yozdi, lekin o'shani 3 kun, 4 kunga sotilgan edi. Undan keyin yana obunachilar yozdilarki, что manga topib bering shunaqa joydan 6 rublovka domdan bo'lsin. Biz bitta shunaqasiga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum o'rmonda obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda 7 qavatli, g'ishli, elitli liftli domni 4-qavatda 2 xonali xonamizni 60 metr kvadratga ega xonamizni videozorga yetib kelganmiz. Mana bu yer bo'ylab bizani spalniya qismiga qilingan ishlarni aytib ketamiz. Kuxunning spalniya mebellari qilib qo'yilgan. Yangi Onyx konserlarga ega, tepalardan joy qilingan super mo'sh yaxshi bo'ladi. Mana bu mebellar hammasi yangi, hali hech kim yashamagan. U yoqda laminat qilib qo'yilgan. Ekran so'nggi modellardan qo'yilgan. Bu yer bo'ylab bizani zal qismimizga ham chiroyli qandirlar, chiroyli pardalar, jalluzilar. Bu yerda ham bitta konditsioner, tureska tablelar, natija patolog chiroyli qandirlar. Mana bu yerda yangi televizor hali osilgani ham yo'q. Televizor bilan salkam olaman deyaptilar. Mana bu yer bo'ylab bizani glавный kiraverishdan chap qo'lda esa sanuzullar bo'ladi. Sanuzullar oyoq to'ydan patolga kafil qilib qo'ygan, royal isitgichlari o'rnatib qo'yilgan, koko yaxshi mumtozlar yuvinish qismi. Bu yer bo'ylab bizani oshxona qismimiz, kuxni mebellari qilib qo'yilgan, gaz, vitishka, strelka olaman deyaptilar va televizorni oladi. Mana bu qalalikchasi ham bor. Bu yerda esa bizani duh-konturli atoblenlarimiz. Bu yer bo'ylab bizani balkon qismimiz. Mana bunaqa bu yerda kirpirlarni o'sish uchun sharoiti bor qilib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 42 ming dollar so'rashyapti. Yana ozgina o'tadigan joyi bor. Yangi pachka, hali hech kim yashamagan xonamizda. Juda ham zo'r narx 42 mingga. Yana savdochisi bor. Kimda kim shu xonadonimiz egasiga aylanmoqchi bo'lsa, biz bilan bog'lanib kelib xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomer qoldirib o'tamiz. Shunchaki bog'lanib kelib xarid qiling. Hammamizga shunaqa uylarda yashash nasib aylasin. Like bosishni unutmang, obuna ham bo'lib qo'yamiz.